Follikula o'z vaqtida yorilmasa, inseminatsiyaga ko'rsatma bo'ladimi? Inseminatsiya jarayoni o'zi aslida follikula yorilgan kuni, ya'ni ovulyatsiya bo'lgan kuni amalga oshiriladi. Inseminatsiyaga asosiy ko'rsatma bu erkakning urug' aktivligi agar past bo'ladigan bo'lsa, ya'ni harakatchanligi sust. O'sha vaqtda inseminatsiyaga ko'rsatma bo'ladi, ya'ni urug' bachadon ichiga quyib beriladi va ancha masofasini yaqinlashtirilgan bo'ladi. Follikula o'zi yorilmayaptimi, o'zi boshqa sababni qidirish kerak. Gormonda muammo bo'lyaptimi, hayotiy muammolar, masalan, yaxshi jismoniy harakatlar qilmaydi, ovqatlanmaydi, to'g'ri hayot turmush tarzi qilmaydi, stresslar ko'p, asabiy, miyasi o'zi umuman javob bermaydi. Mana shularning hammasi bizda o'sha elga degan gormonimizni ishlashini pasaytirib yuboradi va shuni hisobiga ayollarda follikula yaxshi yorilmaydi. Sizda ham follikula yorilishida muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, mani qabulimga yozilib ko'rgimga kelishingiz mumkin va sizga to'g'ri tavsiyamni va xulosamni beraman.